Chinam maskan bazalardagi o'zimizni premium oldi sifatlidan bo'lgan gilamlarni narxlari va sifatlari bilan obzor qilib beraman. Buni sifati, naqshlarining o'ymakorligi, yumshoqligini ko'rib, o'zingizga ham juda havasingiz keladigan gilamlardan bu. Materiali ham juda ham yaxshi, musor yig'maydigan, plisosda, spirgida bemalol tozalab ishlatsangiz bo'ladi. Ustida yurganingizda ham maza qilib oyoqqa yoqadigan, gilamni ustida yurganingizni his qiladigan gilamlardan hisoblanadi. Turkiyaning dizaynlari ko'pchiligimizga yoqadi, lekin bitta tomoni uni yo'qaligidan ikkilanamiz, vorsi kaltaligidan ikkilanib, ayrim mijozlarimiz olishni xohlashmaydi. Shularni inobatga olgan holda Turkiyaning mashhur fasollaridan birini tanlab, o'zimizda sifatini qalin va zich qilib, o'ymakor naqshlarini esa juda ham yanada chiroyli qilib ishlangan yangi fasonimiz. Gullari ham juda ham skromniy, nejniy, mayda gul qilib ishlangan. Tozalashga esa juda ham oson, yumshoq, mayin bo'lgani uchun supurgi va pilisos ishlatganingizda musorlarni bemalol tozalasangiz bo'ladi. Orqa tomonlari paxta bo'ladi, changlarni ham tegida ushlab qolmaydi. Bardoviy variantimiz Eron fasollaridan hisoblanadi. Bu juda ham ko'p yuriladigan joylar va uyda yonib tursin, alohida ajralib tursin deydigan xonalarimizga juda ham mos keladi. Kir ko'tarimli bo'lgani uchun ham yanada ko'p yillar davomida xizmat qilib beradi. Bu gilamlarimizni razmerlariga keladigan bo'lsak, eni 80 sm dan boshlab 2 metrgacha daroshkalari, hattoki nestandart bo'lgan 2,5 metrlik daroshkasini ham topishingiz mumkin va undan tashqari 2 ga 3 dan 4 ga 8 gacha bo'lgan gilamlarini katta assortimentda topishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, buni 1 kvadrat metri 300 ming so'm turadi. Chinam maskan mijozlari uchun 245 ming so'mdan qilib beramiz. Shunaqa sifatli gilamlarni katta assortimentda o'zingizga mos keladigan sharoitda tanlab olishni xohlasangiz, unda sizni Chinobod gilam bozori, Chinam maskan gilam bazalarida kutamiz.